Abdulla Qodiriy. Abdulla Qodiriy yorqin, barchaga keng ma'lum shoir va yozuvchi, dramaturg va publitsistik, o'zbek adabiyotida roman janri asoschisi. Qodiriyning asarlari o'zbek xalqi hayotiga bag'ishlangan. Abdulla Qodiriy Julqunboy 1894-yil Toshkentda badavlat savdogarlar oilasida tug'ilgan. Yoshlik va o'smirlik yillaridagi muhit savdogarlar, boylar va kambag'al dehqonlar, iqtidorli hunarmandlar, doim muhtojlikda kun kechiruvchi kosiblar va yersiz dehqonlardan iborat bo'lgan. Ushbu mehnatkash odamlar dunyosi, shuningdek shahar ziyolilari bo'lajak yozuvchi shakllanishida muhim o'rin tutdi. Abdulla yoshligidan uzoq umr kechirgan, Qodir aka 102 yil umr ko'rgan va ko'pni ko'rgan otasining hikoyalarini tinglab o'tirar edi. Otasidan u adabiy faoliyatida as qotgan sezgir kuzatuvchanlikni meros qilib olgan. Uning otasi bog'dorchilikni juda yaxshi ko'rgan. Shu sabab Qodiriyning o'zini bog'bonning o'g'liman degan fikrini uchratish mumkin. Abdulla Qodiriy avvaliga musulmon maktabida 1904-1906 yillar, keyin rus Tuzem maktabida 1908-12 yillar o'qib, muvaffaqiyatli yakunlaydi. 1912 yilga kelib, Abdulla Qodiriyning nisbatan birinchi adabiy tajribalari boshlanadi. O'zining ilk nashr etilgan asarlarida Xotinboz 1915 yil va Baxtsiz kuyov 1915 yil hikoyalarida eski o'zbek turmushining chizgilari hajbiyona ifodalanadi. 1915-1917 yillar Qodiriy Abdul Qosim madrasasida arab va fors tillarini astoydil o'rganadi. Yozuvchining inqilobdan avvalgi asarlarida jadidchilik ta'siri seziladi. Sovet davrida Abdulla Qodiriy Bryusov nomidagi Moskva adabiy kurslarida o'qiydi. So'ngra 1925-1926 yillar Toshkentda Mushtum o'zbek hajviy jurnalida ishlaydi. U yerda kitobxonning katta muvaffaqiyatiga sazovor bo'lgan ijodkorning hajviy hikoyalari va felyetonlari chop etiladi.